Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz kamera va manzilni hack qilish haqida bo'ladi. Buning uchun bizga kamera location SG bot kerak bo'ladi. Botga kirib menyuni bosamiz va start tugmasiga bosamiz. Bu yerda bizga quyidagi tugma bosish bilan kanalga obuna bo'lamiz va kanalga obuna bo'lgandan keyin qayta start tugmasini bosamiz. Keyin bizga create o'zingni linkingni yarat deb create buyrug'ini ber deydi. Create bosamiz va bizga link beradi. Shu linkni olib istagan do'stingizga jo'natib, masalan, hech kim yo'q, o'zingiz kirib ko'rasiz shu linkka. Kirgandan keyin o'zi kirgan vaqtimiz saytga kirganimiz uchun bizga ma'lumotlarimizni olib beradi. Qo'shimchasiga telefon nomerlarimizni mana bu yerdan kiritsak, masalan, USA Amerika bidan xo'sh T-Mobile desak, masalan, endi nomer kiritamiz. 88 765 02 01. Keyin get your free 1 gigabaytni olishni bosamiz. Shu vaqt bizdan lokatsiya so'raydi. Biz lokatsiya razрешitni bosamiz. Keyin kameraga ruxsat so'raydi. Agar do'stimiz bossa, mana hozir biz kompyuterimiz orqali rasmga oladi va bizga quyidagi xabar chiqarib beradi. Okey. Endi o'tsak, mana rasmim va mana raqamlarimni aniqlab berdi operator. Mana joylashuv. O'z bossam, mana Google Map'dan manzilimni ko'rsatib beradi. Mana zaryadim, kompyuterim zaryadi 71% deyapti. O'sha vaqt 71% bo'lgan. Internet tezligi 3G bo'lgan ekan, 3G, IP adres va hokazolar. Bugungi darsimiz shu edi.